bo'lsa, nima kamchilik bo'lsa aytinglar. Hozircha mana 1-2 oy bepul zayezdlar, arenda platalar yo'q. Bemalol nima kamchilik bo'lsa, nima xizmat bo'lsa aytasizlar. Xudo xolasa hech kim buni xalaqit bermaydi. Erkin, ozod va obod mana ikkita prezident o'rtasida kelishilgan va tarzda savdo aloqalarini, do'stlikni mustahkamlash uchun qurib bitilgan savdo markazlari bu joylar. Bu Novosibirskdagi yana mana shu Rossiya regionlarida qurilib ketadi. Расширение bo'lib ketaveradi. Shuning uchun barcha shu savdogarlar uchun, xalq uchun qulaylik uchun yaratilgan. Nima xizmat bo'lsa, kamchilik bo'lsa aytasizlar. Xudo xolasa hammasini qo'ldan kelguncha, qo'ldan kelmasa rahbarlar, depalar prezidentimizgacha xudo xolasa mana shu kamchiliklarni xalq uchun bitirib beradigan nimamiz bor, imkoniyat bor. Shunda barchalaringizga rahmat, biz bilan bo'lganlarga rahmat. Kirish zayez uzoqdan bo'lyapti-yu. Zayez nariyoqdan bo'lyapti. Mana yana bitta tadbirkorimiz, mana So'xlik tadbirkor Farg'ona viloyatidan. Qalay bo'lyapti endi? Savdolar qalay? Xudoga shukr. Mana mahsulotlaringiz sifatli, gap yo'q. Rahmat. Mahsulotlarga gap yo'q. Bu qaysi davlat? Eronmi? Yo'q, qayerdiki bu? O'zimizniki ham bor. Import ham bor. Молодец. Mana nima Sevokimiki? Sevokam sizlarga qarashlimi? Savdo qalay bo'lyapti? Xudoga shukr, yaxshi. Молодец. Sotilyaptimi? O yarmi qopti o'zi. Shuncha bo'ladi-da, juda yaxshi boshlanish. Sharoitlar qalay bozorda? Sharoit yaxshi. Bozor sharoiti rozimisizlar? Xudo xolasa yaxshi bo'ladi yana. Молодец. Xudo xolasa bundan-da yaxshi bo'ladi. Baror bersin, omad bersin sizlarga. Mana azizlar, mana barcha yaratilgan sharoitlardan unumli foydalangan holda meva sabzavot qatori mana do'konlar, mana shu quruq meva va boshqa o'zimizda o'sib chiqqan mahsulotlarni pista, bodom, mazlar, yong'oqlar mana juda ko'p turli assortiment chiroyli qadoqlab qo'ygan mahsulotlarimizni mana savdo qilishyapti. Bozorda yaratilgan sharoitlardan mamnunmisizlar, yigitlar, tadbirkorlar? Yurtboshimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma yoq yaxshi, sharoitlar bor. Xudo xolasa o'yinga harakat. Baraka topinglar, молодец. Mana assalomu alaykum azizlar. Fruit City markazida asosan meva sabzavot savdosi uchun shug'ullanish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, mana shu Karimjonovlarga o'xshagan tadbirkorlarga milliy hunarmandchilik, mana kulolchilik, boshqa mana milliy haligi ishlab chiqarishdagi narsalarga ham keng sharoitlar yaratib bergan. Bular shundan unumli foydalanib, mana shu do'konlarni ochib, haligi ish faoliyatlarini olib boryapti. Bozor ma'muriyatidan, boshqa yaratilgan sharoitlardan rozimisizlar? Ha, rozimiz. Yurtboshimiz misol bu yerga hissasini qo'shgan nimalarga, kattalarga misol minnatdorligimizni bildiramiz. Barcha shu bizga shu sharoit qilib berishdi. Hamma yoq bor. Misol sharoit